Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, qadrli obunachilarimiz. Arzonchi Bobur akamdan vobshe bomba yangilik. Bobur aka, assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Sizingizsiz, charchamang. Rahmat. Assalomu alaykum Mustang Uz obunachilari, Mustang Uzni qo'llab-quvvatlab turgan, kuzatib borayotgan obunachilar. Sizlarga imkon qadar yangilik qilib chiqishga harakat qildik. Xudo xolasa, manzillarimizni ham o'zgartirdik. Yangi joy, yangi avtomashina, yangi prizlar bilan chiqdik sizlar uchun. Gap yo'q. Qadrdonlarim, yangilikni bombasi. Akam xudo xolasa mashinaga mana xudo xolasa Bobur akam bilan hamkorlikda shu yerga joy qildik. Bobur aka, xudo xolasa sizlar uchun Ahliddin aka mana o'zi avtomashina bozoriga kirib, o'zi ham mashina furushlikni boshladi. Nima uchun? Sizlar uchun, obunachilar uchun imkon qadar o'zim talashib tortib savdo qilib olaman, olayotgan syomkalarimni qo'yaman. Baraka qilib sotayotgan syomkalarni ham qo'yaman. Nima deysiz shunga dedi, mana sherik bo'ldik. Sizlarga yangiliklarimiz hali oldinda. Kuzatib turasizlar, qo'llab-quvvatlab, like, podpiskani ayamay bosib turasizlar. Bizni kuzatib borayotgan hamyurtlarimiz, vatandoshlarimiz, obunachilarimiz har biringizni hurmat qilaman. Qadrdonlarim, mana bizni hozir mana boshlanishi, bizni kuzatishda davom eting, xudo xolasa. Tez orada yana ham kuchaytiramiz aka. Xudo xolasa, yangiliklar bombalari bo'ladi. Har bitta olinayotgan mashinani necha pulga olinyapti, necha pul foyda qilinyapti, necha pulga sotilyapti, hammasini bilib turasizlar. Sizlar uchun biz harakatdamiz, harakat qilamiz. Xudo xolasa. Bundan tashqari qadrdonlarim, Bobur akam mana skuterni qaysi mashinaga beramiz aka? Aka, skuterda endi Tikolarga bersak bo'lmaydi, chunki Tikolarda o'zi skuterni pulida bo'lib turibdi. Qiziqqan akalarga buni men Abdushi siz bilan kelishgan holatda mana oldik. Mustang Uzni obunachilariga shu Damas'ga qo'yib yuboramiz xudo xolasa aka. Xudo xolasa Damas'ga qo'yib beramiz. Mana haqiqat, yolg'on emas, shunday keladi. Mashinani minib ketadi, orqasidan biz skuterni olib borib beramiz. Xudo xolasa. Eng qizig'i bilasizlar, endi Bobur akamni ko'rasizlar. Dastlabki qilib, misol 12 ta viloyatga dastlabkalarini xudo xolasa qilib beradi. Endi billa bo'ldik, men o'zim ham borib kerak bo'lsa, nima deydi, syomkalar bilan dastlabki qilib olib borib bergan jarayonlarni ham xudo xolasa tez orada chiqaramiz qadrdonlar. Qo'yib boramiz, bitta. Qo'llab-quvvatlab, podдержкада bo'lamiz qadrdonlar. Qadrdonlarim, bu joyda oldida mana ko'rib turibsizlar. Aka, o'zingizni tanishtiring chiroyli qilib. Xudo xolasa, bu yoqqa aeroport tomondan kelganda Chendan jicha Zapchas bozoriga bir 5-400 metr yetmasdan o'ng qo'lda joylashgan. Yo'lni bo'yi avtokatta Ipak yo'li. Bog'shamol tomonidan kelganda Zapchas bozoridan 300 metr o'tganda chap qo'lda yo'lni bo'yiga xudo xolasa joylashdik. Sizlar uchun lokatsiyalarimiz ham juda oson va qulay joyga tushdi. Eng qiziqarligi aytib o'taman. Mana menga yoki Ahliddin akaga aloqaga chiqasizlar, shu joyimizga kelasizlar. Uzoqdagi, yaqindagi akalar, mashina sotilmayotgan akalar kelib, arzonroq narxda qo'yib bersanglar, sotib ham beramiz, sotib ham olamiz. Bemalol aloqaga chiqishaveradi aka. Xudo xolasa. Aka, servisimiz haqida ham bir servisimizda o'zimizni aka-ukalarimiz ishlaydi, qadrdon ukalarimiz, akalarimiz, mana shu aka-uka servisi bor, Riktopga. Qanaqadir bir haligi avvalambor unga hech kim ish tushmasin. To'g'ri. Mabodo ish tushib, kelib qolsa, mana shu Mustang Uzdan chiqdim, Ahliddin yo Bobur orqali keldim desa, imkon qadar arzon qilib qildirib beramiz. Mashinalarni ancha-muncha kam-ko'si yo'qmasa, mana shu yerda mana xizmatini qilib ko'zini oldida ancha-muncha ish chiqib ketaveradigan joy qildik, xudo xolasa. Xudo xolasa. Benzin zapravkamiz ham yonimizda. Benzin zapravkalar bor, propan zapravkalar, metan zapravka bu hamma yo'q yonimizda. Zapchas bozor. Gap yo'q. Tiko brendi Mustang Uz xudo xolasa hamkorlikda, bu hamkorlikda mana 5 ta 6 ta bola xudo xolasa sizlarning xizmatingizda bo'ladi. Aka? Xudo xolasa kelishaveradi. Siz ham men ham shu yerdamiz. Olaman degan ham, sotaman degan ham kelsin. Shu yerda ishini bitkizib, xudo xolasa jo'natamiz hammasini. Xudo xolasa. Barakalari, syomkalarda hamma yo'g'ini o'rnida qo'yib, sizlarning ishonchinglarni oqlashga harakat qilamiz. Gap yo'q. Bobur aka boshladik aka bo'lmasa. Xudo xolasa, navbatma-navbat birin-ketin boshlaymiz. Xudo xolasa aka. Qaysi tomondan? Imkon qadar mana shu Matizdan boshlayveramiz. Bo'laveradi aka. Narx-navoni biz aytib o'tib ketaveramiz. Kelganda savdolashib, bemalol savdo qilib olishaveradi aka. Savdo qilish sunnat, maza qilib savdo qilamiz. Inshaalloh aka, savdo qiladigan qilib ham aytamiz. Gap yo'q. Xo'p, aka 2004 Lux Lux Beskaner motor hadava korobka zo'r.
50% kraskasi bor, lekin Aha. polni kraska emas. Hop. Motor, hadovoy korobkalar zo'r holatda, ideal tayyor mashina aka. Mana oldi kapotlari ham bemalol. Olgan odam maza qilib minadi. Motorlarda rasxod yo'q. Minib ko'rgani sharoitlarimiz bor. Xudo xolasa. Buni o'zimizni qadrdon va qadrli bo'lgan obunachilarimizga imkon qadar pulini yengilroq qilib aytishga harakat qilamiz. Hop. Salonlari mana ko'rishinglar mumkin. Magnitofon. Hop. Buni Gazlari bor. Gazlari bor. Aha. Benzinga gaz yurib turgan holatda narxini 1600 kami bor, kelishtirib beramiz. Savdo qilishga imkoniyatimiz bor. Bemalol savdo qilib olamiz. Savdo qilamiz. Savdo qilinadi aka. Tikodi pulida. Tikodi pulida bu ham aka. Xudo xolasa gap yo'q. Buni Husanboyi bor. Aha. 2 soat keyin tug'ilgani bor. Ha. Bu ham 2004. Ha. Motor, hadovoy, korobka, hamma yo'g'i zo'r. Shpagilovkalar umuman yo'q. Aybi prosta sariq. Men kelgan odam ham ko'rib olaveradi. Aha. Stoykalari ham mana go'zal holatda aka. Qani? Mana. Voh, zavodskoy. To'rol stoyka bir xil holatda aka. Chexol, polik hech narsa qilmaydi, maza qilib minadi. Mayerlarni ham bitta ko'rsataylik. Mana aka. Yo'q, mana joylar. Ye gap yo'q. Mana aka. Suvarka joylari yo'q ekan. Mana shu yerga mana yana bitta stoykasini ochib qo'yamizda mana. Mana. Butun mashina aka. Yorug' joylari Prosta yo'q. aybi sariq holat, shpagilovkasi ham yo'q. Maza qilib minadi olgan odam. Bu prostoy endi. Bu aka g'irt prostoy. Chexol, polik, to'rtta balon, motor, korobka, labovoylargacha yangi qo'yilgan, tonirovkalar urilgan aka. Aha. Puliga kelsak, buni ham aka 16 dan o'tib beramiz. Bemalol akalarim savdo qilib, kelishtirib olaveradi aka. Mana. Gazlari bor aka. Yurishtirishda umuman xudo xolasa ijolachilik yo'q. Keladi, minib ko'radi, ustalari bilan ko'rsatib olaveradi aka. Kerak bo'lsa, dastlabki ham qilib olib Aka, beradi. dastlabki hamisha aytib o'tamiz, 12 ta viloyatga bor. Shuni Aliyoga bitadi ishi, bo'ldi, boshqa muammo yo'q. Pasportini tashlaydi, hujjatini qilib olib borib, uyida pulini olaveramiz. Buni narxini aytdingmi? Aka, buni narxi 1600 dollarga savdosi bor, bemalol kelib savdo qilib olinaveradi. 1600 dollarga savdosi bor. Hech qanaqa mashinalarimizda krediti yo'q, banki yo'q, taxti yo'q, jarimalari yo'q. Bemalol tekshirtirib olaveradi. Dastlabki degan akalarga bitta alo deydi, pasportini tashlaydi, uyiga boramiz, pulini olaveramiz, hujjatlar bilan tashlaydi. Xudo xolasa aka. Xudo xolasa aka. Bunimizchi, tikolarimizdan ketadi. Tikoga qiziqqan akalarga 99, faralar LED aka, valyuta sveta deb qo'yiladi. Aha. Chexol, poli, motor, hadovoy, korobka zo'r. Sotlarida ham svarkasi yo'q, stoykalari butunidan so'ragan akalarga mana aka. 99. Bemalol mana oldinlarni syomka qilib ko'rsatib, bizni kuzatib borgan, qo'llab-quvvatlagan akalarga mana tusha oladigan mashina. Qiziqaman desa, savdo qilsa bo'ladigan joylari bor buni ham. Mana aka, stoykalari ham. Mana qadrdonlar. Mana stollari ham chakida mana. Hech qanaqa bir to'ra stoykasi zo'r holatda aka. Puli ham hamyonbop, o'ziga yarasha. Buni ham chiroyli qilib beramiz, Xudo xolasa buni ham aka. Endi men mehribonman desa, obunachilarga mendan ham ko'proq mehribon ekansiz. Bemalol talash tortishib, mana kelsa ikkovimizdan savdoni qilaveradi. Xudo xolasa. Holati zo'r. Benzin yuradi aka. Benzin yuradi. Benzin yuradi. Aka, bularni bunday qilamiz. Yili pasi bor, yili balati bor, butuni bor. Hammasini narxini 1350 dollardan qo'yib yuboramiz-da. Kesin shuni savdo qilib olsin aka. Mana standart hammasini qo'yamiz, bir chekkadan ko'rsatamiz. Hop. Puli bir xil. 1350 dollardan tanlab oladi, keza olasi savdo qilib o'tkazib olsin. Maza qilishga savdo qilaylik akalar, bosib oringlar. Bo'ldi gapi. 1350 dollar. 97 motor, hadovoy, korobka zo'r. Aha. Buni ham aka 1350 dollar demaylik-da, buni 1150 chicha o'tib beramiz. 1100 o'tib beramiz. 1150 dollar ozgina o'tib beramiz. 12 ta viloyatga dastavkasini qilib beramiz aka. Ye ana. Bosib olasizlar. Holatini bitta syomka qilib berishaylik. Ye ana bo'lmasa. Mana aka. 1350 deb aytildi-da, sirazi mana tushdi, skidka narx. Gapi. 1150 savdosini qilib olaveradi aka. Gapi. Mana salonlar. Chexol, polik, bar hamma yo'q qilingan ekan. Hamma yo'q qilingan aka, yurishtirishda motor, korobkada ishi yo'q. Holati zo'r holatda aka. Mana salon. Rangini Tibo deb deydi buni. Tibo svetda aka. Qiziqqan akalarga
keladi, ko'radi, minib yoqtirsa, kelib turib $1150 aka kamini qilib beraman degansizda bemalol savdo qilaverasiz akalar, savdolashib beramiz xudo xolasa. Xudo xolasa Xudo aka. xolasa beramiz. Gapi. Generalniklar har bittasiga chiqadi aka. General. Hisobda generalnik onlayn farqi yo'q. Qanaqa hujjat holat shuni qilib beraveramiz. Aha. Faqat Maygodan o'tkazib qo'yish sharti bilan. Bo'laveradi. Xo'p, aka, Buningchi yili nechi? bunimiz yili 99. Aha. Motor hadovoy korobka zo'r, yurish-turish ideal holatda. Mana bunaqa faralar o'zgartirilgan, led faralar qo'yilgan. To'rtta baloni ideal aka. Chig'ol poli qilmaydi, evakor polilar tashalgan mana. Tayyor bu ham. Tayyor mashina aka. Mana salonlari. Stoka, patolog, chexol, poli. Hamma yo'g'i zo'r aka. Hattoki mana rullarigacha chexol qadab qo'yishibdi. Mana orqalari. Kuyov bolalar to'shagidan tashab qo'yganmiz. Ya yo'q. Bo'lsa bo'lsin, qulluq bo'lsin, kuyov bolaga bo'lsin deydi. Aka bu nechi buni? Nechi puli? Aka bu 99. Aha. Tayyor mashina, bitta mo'ka qilib beramiz. O'zimizni qadrdon akalarga mana zapravkaga kiradi. Ha. Benzin zapravka yonimizda. Ha. Luboyni savdo qilgandan keyin barakadan keyin 5 ta 10 ta benzinni o'zi pul beraveraman. Dastlabkidan tashqari holat. Dastlabkidan tashqari. Dastlabkidan tashqari holatda mana ahlidim bilan Boburjonni kuzatdim, Mustangimizdan keldim desa, Hop. like bosganman, podpiska qo'yganman, kommentariy qoldirganman desa aka, shuni kiradi mana 5 ta benzin, 10 ta benzin mana zapravkadan quyib oladi ko'zini oldi. Pulini men shunda to'lab beraman. Buni faqat like bilan podpiska bo'lib, kommentariy yozgan akalarga qilib beramiz xolos, obuna bo'lgan akalarga, ko'chadagilarga emas. Gapi. Bunisi aka. Aka 2001. Aha. Motor hadovoy korobka zo'r, 30% klassикasi bor, qolgan yeri toza. Hop. Mana oldindan aytib o'tdim, dili baland, holati zo'rlari ham bor akalar, Ha. lekin puli bir xil dedim ko'pini. Buni ham aka $1350 qilib beraman aka. Mana bo'lmasa. Motorlari yangi bo'lgan. Motor korobka hamma yo'q zo'r, to'rtta balon ideal holatda, hadovoylari ham zo'r aka. Olgan odam maza qilib minadi 2001. Buni ham $1350 kami bor. Aha. O'zimizni obunachiga, like bosganga yana aytib o'taman, 5 ta 10 ta benzini bor aka, xudo xolasa. Xudo xolasa aka. Bor aka, mana shunday kiradi, quyib oladi, bo'ldi, muammo yo'q. Muammo yo'q. Maza qilib mana Mana orqalari ham qadrdonlar. agar menman savdolar bitmasa kelaverasizlar, Ahdin aka shu yerda bo'ladi. Ha. Ahdin akani o'zi bilan ham baraka Bitkizamiz. Xudo xolasa, Xudo mana xolasa. Ahdin aka bilan ham kelib savdo qilib, shu bolani ham mana mendan ko'p so'raysizlar bozorga kelib. Ko'p obunachilar keladi. Mustangimizdan kuzataman. Haligi Shergiz qani oshnangiz Ahliddin deydi. Xudo xolasa mana birlashdik. O'zi bilan ham savdoni qilaverasizlar akalar. Gap yo'q. Kelaverasizlar. Bunisi aka? 98 aka. Aha. Motor hadovoy korobkasi yaxshi. Hop. Xudo xolasa rasxoti yo'q. Buni ham aka 1350 savdosi bor, kesib bitkizib beraveramiz aka, yengilroq qilib. To'g'risi akalarcha 50 so'm 100 so'm stropka qilib aytamiz, chunki hamma menda emas, yo sizlarda emas. Keladi, baribir o'tib bering deydi. Bozorga shimogani chiqsa ham 150 ming desa, 130 ga bering, 120 ga bering deydi. Shuni singari bu mashina bozorda ham chiqolda hayrini qilib, ozgina qo'yib gapiramiz xolos. O'tib beradigan joylari bor, akalar kelib savdo qilib, xudo xolasa o'tib beramiz. Lekin olganga, sotganga baraka beradi, ziyon qilmaysizlar inshaalloh. Ziyon qilmaydigan qilib beramiz. Xudo xolasa aka. Xudo xolasa. To'rtta yumshoq balonlari. Aka, salonlari. rollari, monitorlari hamma yo'g'i bor. Stoka, patolog, chexol, polik. Holatlari zo'r aka. Mana aka. Buni nechi pul dizmoq aka? Aka buni 1350 ga savdo qilaveramiz, xudo xolasa. Kami bor. Kelib savdo qilishib olib ketishaveradi. Generalniklar har bittasiga chiqadi aka. Dastlabkilari bor. Aka, bizda hamisha 12 ta viloyatga dastavkasi bor. Shogird bolalar bor. Albatta telefon qilasizlar, yetkazib olib borgizib, hujjati bilan qo'lingizga olgandan keyin pulini bera olasizlar akalar. Unisidan muammo yo'q. Aldanmaysizlar, muhimi aldanmaysizlar. Gap yo'q, qadrdonlar. Bemalol aloqaga chiqamiz. Gazini bosib tashlaymiz, Xudo xolasa. Men bizni kuzatib borayotgan obunachilarni hurmat qilishimiz sababi menga kommentariyada o'ta zo'r motivatsiya berishadi, zo'r fikrlar qoldirishadi. Hammasidan Alloh rozi bo'lsin. Ishiga baraka bersin aka. Gap yo'q. Aka, qiziqarli joyi keldikmi? Aka,
kun bilan so'ng deydimi? Ha. Biz endi hali jaydari bolalarimiz unaqa gaplar bilmaymiz. Qiziq tomoni mana mana shu skuterda aka o'zimizni Mustang'imiz obunachilariga, podarkaga mana o'zingiz bildingiz. Qayerdan oldik, necha pulga oldik? Hammasini bilib turibsiz. Mana meni nomimdan emas, shu Ahliddin akaning nomidan podarka sizlarga. Bu safar mendan emas. Ahliddin aka kamerani orqasida indamayapti. Lekin Ahliddin akaning nomidan olib olasan mana shu. Xudo xolasa Menga men Damas oluvdim, shuni chiqarib bering desam, Damasga priz qo'shing. Dedi, "Ha men qo'shaman, men qo'shaman" deb mana kalitlari bilan qo'yib qo'ydi. Yangi kaskalari, hujjatlarigacha bor. Ana bo'lmasa. Qizig'i akalar Mustang'imizga obuna bo'lib qo'yarasizlar. Obuna bo'lmaganlar armonda qoladi. 2020 aka. Xo'p, 2020. Motor, hadovoy, korobka zo'r. Nomimizda mashina. Har qanaqa hujjat bo'ladi. 328 ming yurgan. 4 ta balon, moz, korobka, hamma yo'q ideal holatda. Bosib yuborasizlar, jigarlar, bitta Damas'ga bitta skuter. Bitta Damas'ga bitta skuter deydi. Shunday keladi, minib ketaveradi. Aka, nech pul deymiz endi shunda? Aka, buni narxini 4,5 ming qo'yamiz. Bu chunki bozordagi tirikchilikdagi mashina emas, boshqa emas. O'zimiz nomimizda. Mana sizni obunachilaringizga qilgan e'tiboringiz bilan mana mashin bilan birga beramiz aka. Bozorga chiqsa ham ash pulga oladi. Bu skuterda bunga daxli yo'q o'zi aslida. Bu sizdan podarka. Endi bu meni ishim, kasbim. Tirikchiligimdagi mashina emas, nomimdagi mashina, bemalol hujjatlari bitaveradi. Keladi, shunday baraka qiladi. Aka, olib borib bering. Falondaqa joyga, Namanganga, Farg'onaga, Qo'qonga. Ayniqsa Namanganda chustdagi joylarda akalar yomon. Vazirlatishib yuboradi, men qoyil qolaman akalar. Juda ko'p obunachilarimiz ko'p. Mana shunday baraka bo'lgandan keyin birga olib ketaveradi aka. Mana salonlari, stolka, patolog. Aka sidinalari ham mana ezilmagan. Zavodskiy holatda. 3-qator diskilari, patologlari qilib qo'yilgan. Hamma yo'q joyida ekan, xudo xolasa. Mana orqalari ham aka. Eng qizig'i xohlagan hujjati chiqadi, generalniy, onlayn farqi yo'q. Hamma dokument bo'ladi. Hamma dokument bo'ladi. Birinchi o'rinda hujjat, hech qanaqangi jarimalari yo'q aka. To'ppa-to'g'ri aka. Buni olgan odam mazza qiladi, plus o'ziga skuteri bilan ketadi, o'zi mashina minsa, farzandlariga skuterni mindirib do'kon-po'kanga ishlaydi-da endi. Biz endi bitta oilani bola chaqasini ham o'ylab qo'yadigan odammiz. Nomerlari ham aksion nomer aka 103 qolaveradi shunday. Qolaveradi? Qolaveradi. Gen beramiz. Gen beradi. Buchi aka? Aka 2004. Sons aka. Hop. Motor hadovoy korobkasi zo'r. Rollari gidravlika lyuksdan aka. Xudo xolasa, buni narxi $1600 ozgina kami bor aka. 1600 kami bor. Ha, mana tiko'ladi narxida bu ham chiqyapti xudo xolasa. To'g'ri, balkim kimdir qimmat ayting, kimdir arzon ayting deyish mumkin. Lekin shu holatdagi sastanadagi mashinalarda sariqlari $800,000 sotilyapti. Uni yog'i ham bor. $800,000 sotilyapti. Buni endi stalnoy butunligi bor, oldi orqasi yaxshi. Sons tramblor bu? Sons aka. Sons. Sons tramblor holati zo'r aka. Balonlari 15 aka. 15. Endi bitta tikodi puliga bosib yuborsanglar bo'laveradi akalar. Mana orqalari. Holati yaxshi. Ko'cha-ko'yda minib yursa uyatadigan emas. Bitta 97-98 2000 tikodi pulida bo'lyapti. Kimdir tikoga qiziqadi, kimdir Nexia beriga. Hammasini o'ziga yarasha muxlisi bor. Muxlisi bor. Har bir mashinani aka. Maza qilib bosib yuborsanglar bo'laveradi aka. Bobur aka bitta manzilni yana bitta to'shni tushuntiraylik aka. Manzilimiz Andijon shahar Bog'shamol deyiladi. Zapchas bozordan kelganda 500 metr o'tganda chap qo'lda mana shu benzin zapravka, o'ng qo'lda metan zapravka. Bu tomondan chiqarish. Bu tomondan kelishda Chemda svetofordan 4 ko'chadan 5-600 metr o'tadi. O'ng qo'lda joylashgan aka, mana o'ng qo'lda benzin zapravka bor, chap qo'lida metan keladi aka. Mana bunaqa ustaxonalarimiz ham bor mana. Kelaverasiz. Aka Peder degan avto vakuum riktovka bemalol aka xizmat bo'lsa, shunga ham murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa aka, manzillarni aytib o'tdik. Ish vaqtimiz 24:07 aka, bemalol aloqaga chiqaveradi, chunki musofirda yurgan akalarimiz bor, jigarlarimiz bor.
Rossiyada soatlarimiz to'g'ri kelmay qoladi. O Turkiyalardan aloqaga chiqishadi, Koreyadan aloqaga chiqishadi. Mana ko'pchilik bilan gaplashaman. Shuning uchun 24:7 uxlab qolmasaki, telefonlarni ko'tarib albatta javob beramiz. Xudo xolasa. Telefon raqamlarini qoldiramiz. 94lik 812 0027, 99lik 006 0533, 95lik 089 1090 raqamlariga xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar. 24/7 ishdamiz. Bemalol musofirdagi, uzoqdagi akalarim, jigarlarim aloqa qila olinglar. Bemalol mana biz xizmatdamiz sizlar uchun. Kelaverasizlar akalar manzilimizga. Gap yo'q, qadrdonlarim, layklarni bangillatamiz. Bizni kuzatinglar, rivojlanishni ko'ringlar. Xudo xolasa bomba bo'ladi. Sizlardan ketadigan narsa shunchaki qo'llab-quvvatlab, laykni bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldirib, kamchiligimizni aytib o'tasizlar, xafa bo'lmaymiz. Faqat so'kish yo'q deganlar. Gap yo'q. Bosamiz.